Yaqin kunlarda Umra ziyoratiga kelmoqchisiz, lekin sizni qalbingizda qo'rquv va hayajon bor. Ushbu video aynan siz uchun tayyorlandi. Ushbu videoni ko'rgach, sizni qalbingizdagi qo'rquv va hayajon ozgina bo'lsa ham bosiladi. Assalomu alaykum. Biz aeroportdamiz. Ushbu video Umrani reklama qilish uchun olinmayapti, balki bor haqiqatni ko'rsatish uchun olinmoqda. Har yili minglab hojilar Umraga borishadi va norozi qaytishadi. Sabab nima? Har doim mehmonxona muammosi, transfer muammosi, ellik boshi muammolari. Bu safar hammasini shaffof tarzda ko'rsatamiz. Shu sababli biz videoni aeroportdan boshladik. Ya man sallayta bi kullil anbiya. Aeroportga keldik, sizni mas'ul xodimlar aeroportda kutib olishadi va so'mka, nimcha, bejik, viza va shunga o'xshash kerakli narsalarni sizga topshirishadi va sizni aeroportdan registratsiyadan kuzatishib qo'yadi. bi ummi va abi fadaytuka sayyidi salatun va salam. Umra ziyoratlariga otlandik. Mana Allohning marhamati bilan bu kompaniyani qulayliklari juda insonparvar, har bitta hoji-onalarga yaxshi xizmat ko'rsatishyapti. Xudoga shukr, mana aeroportlarga keldik, gidlarimiz o'zligi kutib olishyapti. Hamma joyda bizga hamroh bo'lib, eson-omon borib umra ziyoratlarimizni qilishga ko'maklashyapti. Kayfiyatim a'lo darajada. Oilamni ham shu narsaga jalb qilishga harakat qildim. Aniqa nima deydi, Allohdan o'zi buyurilgan narsa juda ham hayajonli bo'lar ekan, imkoniyatlari juda keng bo'lar ekan. Faqat Allohni o'ylab ketyapmiz shu yerga. Kayfiyatimiz juda ham a'lo darajada. Ishchi xodimlarga biz juda minnatdormiz bular bilan. Biz hujjatlarimizni topshirgan kundan boshlab bular juda ham ko'p yaxshi takliflar kiritishdi. Yaxshi tushuntirishlar berishdi. Mana aeroportgacha hozir birgalikda olib kelishyapti hammasini. Juda ham xotirjammiz. Yonimizda shular borligidan juda ham xotirjammiz. Xudo xolisi bizni 8 kishi ketyapmiz, oilaviy. Ishchilar yaxshi bizani kuzatib qo'yishyapti. Aeroportdan biz xudo xolisi bizni Makkaga, Madinaga ziyoratga ketyapmiz. Xudo xolisi u yoqqa borib yana intervyular beramiz. Hozircha a'lo, hammasi yaxshi. Mana hozir Toshkent Jidda yo'nalishimiz bo'yicha parvozlarimiz ketyapti. Hoji onalarning taassurotini ham o'rganamiz. Hoji ona, assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Rahmat, yaxshi, a'lo. Yaxshimi? Juda yaxshi. Qatida kamchiliksiz? Yo'q. Boshlanishi. Kamchilik yo'q. Juda yaxshi. Qanaqa bir kamchilik bo'lishi mumkin? Hayajon faqat. Faqat hayajon. Birinchi marta umra qilasiz? Birinchi marta. Birinchi marta. Juda xursandman. Hozir 7-osmonda yuribman. Keyingi yilga ham yana birgalikda borishlik. Hammaga nasib qilsin. Hoji otalarimiz kayfiyati a'lo ko'rinib turibdi. Hozir mana shu otamizdan ham qani fikrlarini, taassurotlarini bilamiz. Kayfiyat qanaqa? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. O'zingizlar yaxshimisiz? Nima kam ko'z bo'ldi? Kam ko'z hech qanaqa kam ko'z. Boshlanishiga Allohga behisob shukr. Boshlanishiga yaxshi, oxirigacha yaxshi bo'ladi, Xudo xolisa. Hozir nechinchi marta umra? Alloh nasib qilsa birinchisi. Do'da, siz kayfiyatingiz qanaqa? A'lodan ham yaxshi. Kim bilan ketyapsiz? Ayolim, kuyovim, qizim, o'zim 5-6 kishi bo'lib, kompaniya bo'lib ketyapmiz. Xursandmisiz? Xursandman. Rahmat xodimlarga, hamma narsa yaxshi, bisyor. Tushunmaganini tushuntirib turishibdi. Hammasi yaxshi. Rahmat. Navbatdagi guruhimiz registratsiya jarayonini o'tishdi. Endi sekin-sekin samolyotga chiqib ketishyapti. Hozir samolyotga chiqish jarayonini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Men hali endi mana 55ga, 53ga kirgan bo'lsam, endi birinchi minishim edi hali samolyotga. Hech bunday deb o'ylamagandim. Bir eshitdik, pastlashib ketadi, sindiqlaydi dedi. Yo, shu tez asli yo'lda ketayotganda ketyapmiz. Hech nimani sezmadik. Parvoz qanaqa bo'lyapti? Yaxshi. Taassurot Yaxshi, yaxshi. nima kam ko'z bo'ldi? Bari normal. Yaxshi bo'ldi. Hammasi yaxshi, joyida. Makkaga birinchi borishingizmi? Birinchi borish. Sizlarga ham katta yaxshilik bo'lsin.
Hozircha kamchilik yo'q, hammasi zo'r. Joyida yaxshi. Bu yoqda Makkaga birinchi marta ikkinchi marta Xudo xohlasa. xursandmisiz? Xursandmiz. Alloh rozi bo'lsin. Mana rahmat sizlarga. Makkaga bo'lgan qadamlaringiz muborak. Rahmat sizlarga ishlarga rivoj bersin. في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, sog' salomatmisizlar? Mana bugun Centrum Holdings kompaniya jamoasi a'zolaridan tekshiruv guruh kelgan. Madina Munawvara Makka Mukarramada hojilarimizni barcha ibodat, ziyorat, transport, mehmonxona barcha xizmatlarini yoritib borishlik uchun ushbu video reklamamiz sizlar uchun manfaatli bo'ladi albatta. Chunki butun boshli umra ziyoratini har bir qadamma-qadam yoritishib borishadi. Ziyoratchilarimizdan birinchi taassurotlarini olamiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? Mana shu Toshkentdan Jidda aeroportigacha kelgan oraliq vaqtda taassurotlaringiz qanday bo'ldi, aka? Yaxshi keldik. Qiynalmadinglarmi? Yo'q, qiynalmadik, yaxshi. Yaxshimi? Samolyotda ovqatlari hamma yo'q. Ovqatlari hammasi yaxshi ekan, Xudoga shukr. Endi nasib bo'lsa Jiddadan Madina Munawvara tomon Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shahriga boramiz. Qanday bir hayajon bormi, aka? Hayajon bor, hayajon bor. Kimlar bilan keldingiz? O'zingiz, oilangiz? Onajonimni olib kelganman. Xojona bilan keldingiz. Alloh rozi bo'lsin, aka. Madina Munawvara shahriga borishlikka, Rasululloh bilan ko'rishlikka tayyormisiz? Tayyorman. Salovatlarni ko'paytirdingizmi, akam? Inshaalloh. Anchadan beri tayyorgarlik bor edi o'zi. Shu Hozirgi taassurotlaringiz qanday bo'ldi? Taassurotlar juda ham yaxshi. Shu Toshkentdan shu Jidda shahrigacha qanday taassurotlar? Samolyotda o'ylaganimizdan ham ziyoda. Samolyotda xizmatlar ham juda yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Men ikkinchi marta kelishim, o'tgan safar Samarqanddan kelgandim. Unda ham yaxshi, bu safar ham juda ham yaxshi. Aviakompaniya xizmatidan ham rozimiz. Yaxshi nima qilishdi, ko'rsatishdi. Nasib bo'lsa, ozgina vaqtdan keyin Madina Munawvara shahriga, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shahriga borasiz-da, taassurotlaringiz bir boshqacha bo'layotgandir? Ha, bo'layapti. Salovat aytib keldik kegincha. Demak, avval kelgansiz, hojona gapingizni bo'ldim, avval kelgansiz, Rasululloh shahrida bo'lgansiz. Ha, bo'lganman. Endi yana ham boshqacha bir taassurot, yana ham sog'inch bilan kelayotgandirsiz. Ha, nima aytku? Ko'rmaganga bir armon, ko'rganga ming armon. Armon bilan kelyapman. Yana o'tgan vaqtda bajarmagan amallarni yana mukammalroq qilib bajarishga. Inshaalloh, albatta. Hojona qilayotgan ibodat ziyoratlaringiz, endi qiladigan ibodat ziyoratlaringiz Alloh qabul qilsin. Hojona ko'rib xursand bo'ldik barchalarni. Alloh rozi bo'lsin. Kim bilan keldingiz hojona? Mana shu safar ziyoratga mana singillarim, yangam. Voy maşallah, mana 4 kishi. Singillarim 4 kishi olib keldik. Nasib bo'lsa yana boshqalarni ham olib kelamiz. Albatta, hojona inshaalloh. Siz uyingizdan shuncha kilometr yo'l bosib Madina Munawvara shahriga, Rasulullohning shahriga, Rasulullohning mehmoni bo'lishlik uchun kelyapsiz, lekin quruq qo'l bilan kiryapsiz. Bu juda uyatli holat. Shuning uchun Rasulullohga, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ko'proq salovatlar, Qur'on, xatmlar olib borsak juda zo'r bo'ladi. Ya'ni salovat ko'paytirishligimiz kerak. 1000, 10 000, 100 000, million kerak bo'lsa, ya'ni salovatni aytishligimiz ya'ni o'zimiz uchun juda manfaatli, foydali bo'ladi albatta. Ya Nabiy salam alayka, ya Rasul salam alayka, ya Habib salam. Samolyotdan tushdingiz, bagajlaringizni oldingiz, registratsiyadan o'tib chiqishingiz bilan sizni Jidda yoki Madina aeroportida mas'ul xodimlar, ya'ni 50 boshi guruh rahbarlari aeroportda kutib olishadi. Va barcha guruh a'zolarini to'plab yig'ib avtobuslarga yoki tez yurar poyezdlarga joylashtirishadi. Madina Munawvaraga yoki Makka Mukarramaga kuzatishib, o'zlari birgalikda borishadi. Hojilarimiz bilan mana nasib bo'lsa avtobus parkovkasiga ketyapmiz. Jiddadan Madina Munawvara shahriga yo'l olamiz. Mana shu avtobus Jiddadan hojilarimizni Madina Munawvara shahriga olib boradi. Jidda shahriga xush kelibsizlar. Ismim Rahmatulloh. 12 kun davomida sizlar bilan birgalikda ibodat ziyoratlarni Xudo xolasa chiroyli holatda o'tkazamiz. Biz olamlarga rahmat bo'lib kelgan zotning huzuriga ketyapmiz-da. Qancha kutdik?
To'g'rimi? Rasulullohni bu dunyoda ko'rmadik. To'g'rimi? Yonlarida o'tirmadik, bag'rimizga bosmadik, to'g'rimi? Yuzlarini ko'rmadik, suhbatlarida bo'lmadik. Lekin ziyoratga ketyapmiz. Alloh nasib qilgan ekan. قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة Sunnatni uyg'otishlik, bitta sunnatni mahkam ushlashlik Alloh taolo va uning rasuliga 500 yillik yaqinlikda olib keladi. Yo'lda, avtobusda ketyapsiz. Barcha amallarda, avtobuslarda chiroyli holatda, ya'ni Madina Munavvarada qanday amal qilish kerak? Musofir namozlari, ya'ni musofir bo'lib chiqqaningizdan keyin farz namozlarini, 4 rakatlik farz namozlarini qisqartirib 2 rakat qilib o'qishingiz kerak. Mana shunday qonun qoida, ya'ni ibodat ziyoratingizdagi barcha amallarni mukammal holatda mana shu avtobus yoki tez yurar poyezdlarda tushuntirib boriladi. Ziyoratchilarimiz uchun Jiddadan Madina Munavvara yo'nalishida Albek olishlik uchun keldik, abetlariga. حبيب الله يا أبا الزهراء كم أحن إليك للقبات Barcha hojilarimiz uchun albeklar olindi. Alhamdulillah. Hojilarimiz bir xursand qilaylik. محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة Jiddadan Madinaga bo'lgan yo'nalishda birinchi tamaddilari shu Saudiyani mashhur taomlaridan Albek olganmiz. Barchalar kelishlikda va biz bilan birgalikda mana shunday Albek yeyishlik tavsiya qilib qolamiz. Nasib etsin albatta barchalarga. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله Madina Munavvara shahriga yetib keldingiz. Madina Munavvara shahrida birinchi qiladigan ishingiz nima? Mehmonxonalarga joylashdik. Ovqatlandik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidlariga kirishdan avval, ya'ni Rasulullohga salovat aytib borayotgan edik. Endi masjidlariga kirishlikda o'ng oyog'imiz bilan kirishligimiz kerak va bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum ya Rasululloh deb kirishligimiz kerak. Ya Rasululloh, men keldim. Gunohkor ummatingiz keldi ya Rasululloh. Alhamdulillah, oson bo'lmadi. Rosa qiyin bo'ldi. Bu joyga kelishligim Alloh o'zi nasib etdi. Ziyoratingizga keldim deb chiroyli holatda payg'ambarimizga salom berib kirishlik eng maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni payg'ambarimiz aytadilar, kimki meni vafotimdan keyin Madina Munavvara shahriga kelsa va meni qabrimni ziyorat qilsa, meni tiriklikda ziyorat qilgandek bo'pti deydi. قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا هو رحمة الرحمن ذاك محمد. Endi ayollarimiz, hoji opa, hoji onalarimiz uchun Madina Munavvara shahriga keldingiz. Madina Munavvara shahri odoblariga rioya qilishligimiz kerak. Ya'ni Madina Munavvara shahriga kelib, Masjid Nabaviyga kirib, Payg'ambarimiz muborak ravzalarga kiradigan kuningiz, soatingiz aniq bo'ldimi? Videolarda ko'rgansizlar, bir qator qilib ravzaga kiriladi. Mana shu qatorda juda ko'p holatda ayollar tortishib yoki oldiga turib olib, orqaga turmayman degan holatlar bo'lib qolyapti. Yo'q, unaqa beodobsizlik mumkin emas. Chunki sizlar tortishib turgan joyda yonida payg'ambarimizning qabrlari bor. Shuning uchun juda chiroyli holatda bir-biringlarni hurmat qilgan holatda chiroyli saflanib turib payg'ambarimiz muborak ravzalariga kirasizlar. Payg'ambarimiz muborak ravzalariga kirdinglar, o'sha masjid eshigidan kirayotganda assalomu alaykum ya Rasululloh. Biz keldik. Sizga meni nomimdan salovat salom yo'llagan barcha ummatlaringiz salovat salomlarini qabul eting deb mana shu omonat gapni albatta ayollarimiz ham yetkazib qo'ysalar juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Payg'ambarimiz ravzalarga kirganda ovozimizni chiqarib, dod faryod solib yig'lab, har bir o'sha yerdagi ustullarga, har bir joylarga o'zini urib, yumalab, yo'q, unaqa narsa bo'lmasin. Ya'ni kirdingiz, salom berib kirdingiz,
o'sha kiribloq o'sha joyda 2 rakat masjid haqqiga namoz o'qiysiz agar makruh bo'lmagan holatlarga to'g'ri kelsa. Ushbu 2 rakat namozdan keyin masjid haqqiga tahiyatul masjid o'qiganingizdan keyin qazo namozlarni o'qisangiz bo'laveradi. 5 mahal imkon qadar payg'ambarimiz ravzalarga kirganinglarda 5 mahal namozni qazosini o'qib qo'yinglar. Eng zo'r, eng maqsadga muvofiq mana shu bo'ladi. Ya'ni video syomka qilib, men ravzadaman, shunga o'xshash holatlar bo'lmasin. Biz ibodat uchun keldik Madina Munavvara shahriga. Ibodat chiroyli qilib, chiroyli holatda yorug' yuz bilan o'z yurtimizga qaytishni Alloh nasib etsin. دمع القلب وطال الشوق إليك يا نبي. Hoji onalarimiz payg'ambarimiz muborak ravzalariga kirishmoqda alhamdulillah. Hojilarimiz kelishlari bilan ravzalarni hal qilganmiz, ya'ni ravzalar tayyor. Nasib bo'lsa payg'ambarimizni muborak ravzalariga kirishib, siz azizlar, ya'ni farzandlarini haqqiga, ayoli, ota-onasini haqqiga, ya'ni ziyoratchilarimizni barcha oila a'zolarini haqqiga payg'ambarimiz muborak ravzalarida turib duo qilishadi azizlar. Barchalarni mana shu ulug' joylarga, Madina Munavvara shahri va Makka Mukarrama shahriga kelishligilarni Alloh taolodan so'rayapmiz. Alloh o'zi oson qilsin. Madina Munavvara shahriga kelgan hoji aka, hoji tog'alarimizga eng qilishligi kerak bo'lgan, zarur bo'lgan amallardan Madina Munavvarada Masjid-i Nabaviyga kirdingiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qabrlarini ziyorat qilishligingiz kerak. Ya'ni salom eshigi, ya'ni masjidning birinchi raqamli eshigidan kirib payg'ambarimizga salom berishligingiz kerak. Salom berish tartibi qanday bo'ladi? Ya'ni siz uyingizdan Madina Munavvara shahriga kelgunizcha, ya'ni siz yaqinlaringiz, qo'ni-qo'shningiz, qarindoshingiz, qulingiz meni nomimdan payg'ambarimizga albatta salovat, salom yetkazing. Ya'ni salomlarimizni Rasulullohga yetkazing degan omonat gaplar eshitib qolamiz, to'g'rimi? Mana shu omonat gaplarga bee'tibor bo'lmaylik. Bu omonat gaplarni payg'ambarimizni ziyoratlariga kirganda shu omonat gaplarni yetkazib qo'yishligimiz kerak. Mana shu tartibda. Assalomu alaykum ya Rasululloh. Sizga meni nomimdan salovat salom yo'llagan barcha ummatlaringizni salovat salomlarini qabul eting deyishligimiz kerak. Ya'ni ummatlaringiz, butun barcha ummatlaringiz, sizni qarindoshingiz, do'stingiz, birodaringiz, qulingiz, qo'shningiz hammasi payg'ambarimizning ummati hisoblanadi. Ya'ni har bir aytilingan insonni nomini, ismini, familiyasi bilan aytadigan bo'lsangiz, vaqtingiz yetmaydi. Bu joylardan, ya'ni odam ko'p, tezroq chiqib ketishlikka majbur bo'lib qolasiz. Shuning uchun sizga meni nomimdan yo'llangan barcha salovat salomlarni ya Rasululloh qabul eting. Barcha ummatlaringiz nomidan aytilgan salovat salomlarni qabul eting deb qo'ysak, mana shu kifoya bo'ladi. Hozir inshaalloh ozgina muddatdan keyin, ozgina vaqtlardan keyin payg'ambarimiz muborak ravzalarga kiramiz. Xolis o'zingni roziligi uchun keldik. Gunohlarimizga tavba qilishlik uchun keldik. O'zingni rahmatingdan umidvor bo'lib keldik. O'zingni rahmatingdan umidvor bo'lib keldik. Madina Munavvarada 1 rakat o'qigan namozim uchun 1000 rakat savobini beryapsan ya Robbi. Mana shu savob amallarni mukammal, komil holatda olishlik uchun keldim. Bu joyga kelib bitta yaxshi amal qilsangiz 1000 barobar topasiz-ku. Tanganing ikkinchi tomoni ham bor-da. Bitta yomon ish qiladigan bo'lsangiz ham 1000 barobar yoziladi. Ko'p narsa bilan kirdingiz, ko'p narsa bilan qaytasiz. O'shuncha aytyapmiz, ko'proq salovat aytishligimiz kerak dedik. Xo'p, Allohning baytiga bordingiz, umra qildingiz. Bu joylarning fazilatini bilib turib, siz oldin qanday bo'lsangiz shu holatda qaytishlikka haqqingiz yo'q. Mana alhamdulillah, hoji akalarimiz, ya'ni navbatdagi guruhimiz a'zolari juma kunida payg'ambarimiz muborak ravzalariga juma namozini o'qishlik uchun kirishmoqda. Kechasi ayollarimiz kirgan edi. Bugun alhamdulillah hoji akalarimiz hozir ozgina vaqtdan keyin payg'ambarimiz muborak ravzalarida bo'lishadi. Bu 4-guruhimiz payg'ambarimiz muborak ravzalarida juma namozini o'qiyotgan. Ya'ni hammaga ham nasib qilmayapti. ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا
ذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا رب. Madina Munawvara ziyoratlari, ya'ni kerakli afzal joylar Uhud, Qubo, Xurmo bog'lari va shunga o'xshash yana bir qancha joylar. Bu Madina Munawvarada eng afzal ziyoratgohlardan Uhuddagi shahidlar qabri va eng afzal, eng manfaatli joy, manfaatli masjid Qubo masjidi. Qubo masjidida o'qilgan 2 rakat namoz uchun Alloh taolo bitta umraning savobini beryapti. Qaranglar, hali Makka mukarramaga bormasdan turib, umra mashaqqatini ko'rmasdan, bilmasdan, Ka'bani ko'rmasdan turib, bitta umraning savobini Alloh taolo o'sha Qubo masjidida namoz o'qigan bandalarga berib qo'yapti. Qaranglar. Madina Munawvara fazilati juda ham katta. Agar gapiradigan bo'lsak, vaqtimiz yetmaydi. Madina Munawvarada 1 rakat o'qilgan namoz uchun 1000 rakat savob beriladi. Azizlarim, barchalarga shu joylarga kelishlik nasib etsin. Mana bugun guruhimiz a'zolari bilan birgalikda Madina Munawvara ziyoratidamiz. Hozir kelgan joyimiz Xurmo bog'i. Xurmo bog'ida hojilarimiz xurmo sotib olishadi. Ya'ni bu tomonida xurmo bozori bor. Bu xurmo daraxti qaranglar, bir yilda mana shu daraxt 3 ta barg chiqaradi. Endi mana shuni sanab ko'rasiz, mana shu 3 tasi 1 yillik. Endi ko'rib turibsiz, juda ko'p yillik xurmo daraxti. Alloh taolo xurmo daraxtini bir ayol va bir erkak qilib yaratdi. Agar ayol xurmo daraxtining yonida erkak xurmo bo'lmasa, bu ayol xurmo daraxti meva qilmas ekan. Ya'ni gullaydi ayol xurmo daraxti, bu changlatadi. Changlatish vazifasini bajaradi. بعزم وسكينة معه لطف الله يحتاج. Hozir birinchi Uhudga borib olamiz. Uhud tog'iga boramiz hozir birinchi. Chunki hozir havo salqin. Uhud maydoni ochiqda, tepadan quyosh rosa uradi. Sizlarni qiynalmasin deb turib, birinchi salqinda Uhudga olib boramiz. Uhudda jang bo'lgan, o'sha jang to'g'risida gaplashamiz. Va o'sha joyda 70 ta payg'ambarimiz 70 ta sahobalarini qabri bor. Bu joylarda 1-2 kun endi uxlamasak, to'g'rimi? Jinday sal jasadni qiynaylik. To'g'rimi? Riyozat bo'lsin. Uxlamasak, misolda, to'g'rimi? Jinday dunyo gaplaridan gapirmasak, hech narsa bo'lmaydi. Imkon qadar sabr qilib, qo'ldan kelgancha mana shu Allohning zikrini qilib, bu joylarda unumli foydalanib, o'zimiz olib kelgan so'mkani bagajni to'ldirmasak ham Alloh taolo tomonidan berilgan bagajni to'ldirib ketishimiz kerak. Bu hozir kelgan joyimiz Uhud maydoni, kelib turgan joyimiz Uhud maydoni. Orqamizda turgan baland tog'ni ko'ryapsizlarmi? Orqamizdagi tog'ni ko'ryapsizlarmi mana? Bular mana shu Uhud tog'i. Payg'ambarimiz biz Uhudni yaxshi ko'ramiz, Uhud ham bizni yaxshi ko'radi deganlar.
musulmonlar bilan mushriklar mana shu joyda jang qilgan. Payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashayotgan musulmonlar soni ko'payib ketyapti. Shuning uchun payg'ambarimiz, ya'ni Muhammadning ovozini o'chirishimiz kerak. Muhammadni agar hozir to'xtatmasak, musulmonlar soni ortib ketyapti deb xavfsirashib Makka mukarramada bir qo'shin to'plashdi. Quraysh va o'sha o'zini hamkorlikdagi qavmlar, mushriklar bir bo'ldida, to'plandida Madina Munawvara tomon kelishdi. Mana shu holatda payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlardan 1000 nafar qo'shin yig'di. Endi mushriklar soni qancha edi? 3000 nafar mushrik Madina Munawvaraga bostirib kelardi. 1000 nafar musulmon mana shu joyda kutib turar ekan. Madina Munawvara shahridagi barcha ibodat, ziyorat amallarini, ya'ni payg'ambarimiz ravzalariga kirib, juma namozini Masjidun Nabaviyyada o'qib, barcha ibodat, ziyorat amallarini yakunlagach, o'sha guruh rahbari aytilingan vaqtga ko'ra Madina Munawvarada Makka Mukarrama tomon ehromlangan holatda, mehmonxonada ehromlangan holatda Makka Mukarrama tomon yuriladi. Madina Munawvaradan Zulhulayfa masjidiga, ya'ni Makka Mukarramaga ketishda miqot chegara dedik-ku, mana shu joyga to'xtab tushiladi va mana shu joyda 2 rakat masjid haqqiga yoki 5 mahal namozdan qaysidir biriga to'g'ri kelib qolsa, shu namozlarni o'qib, o'sha joyda miqot chegarada umra qilishni niyat qilinadi. Qay tartibda? Alloh taolo umra qilishni niyat qildim. O'zim menga osonlik va mendan qabul oyla shu ko'rinishda niyat qilib, orqasidan labbayka aytib, Zulhulayfa masjidini Makka Mukarrama tomon labbayka aytib va umra amallari qay holatda qilinishligi to'g'risida to'liq ma'lumot berib, guruh rahbari tomonidan olib Makka Mukarrama tomon boriladi, azizlar. الصبح بدا من طلعتي والليل دجا من وفرته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته. ikkita vojib ekan. Birinchi farzi niyat qilib ihrom qurashlik bo'lsa, ikkinchi farzi Ka'bani 7 marta tavof qilishlik, uchinchisi vojib amal dedik. Bu qaysi ekan? Safo Marvani sa'i qilishlik. To'rtinchisi soch oldirishlik. Soch oldirishlik bilan ihromdan chiqadi odamlar. Ka'baga birinchi insonni birinchi nazari tushgan vaqtida qilgan duosi ijobat. Ka'bani ko'rib qolib, o'sha zahotda Allohdan bir nimanidir so'rasangiz, albatta o'sha narsa ijobat bo'ladi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hurmatli hoji aka, hojonalar, mana Madina Munawvara shahridagi barcha ibodat, ziyoratlarni yakunlab, mana bugun alhamdulillah ehromlanib, barchalarimiz chiroyli holatda Makka Mukarrama tomon, ya'ni Baytulloh, Allohning uyiga qarab yo'l oldik. Madina Munawvara shahridagi barcha qilgan ibodat, ziyoratlarni Alloh taolo dargohidan qabul qilsin. Madina Munawvara shahriga qayta kelishni Alloh taolo sizlarga va bizga nasib etsin. Qadaminglar bu joylardan uzilib qolmasin. Alloh qayta chaqirsin. Labbayk Allohumma labbayk. Labbayk la sharika lak labbayk. Innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Zulhulayfa masjididan umra qilishlik niyat qilib Makka Mukarrama tomon borarkansiz, labbayka aytib ketishligingiz, ya'ni qancha ko'p labbayka aytilsa,
qancha ko'p mana shu Alloh taoloning zikri to'g'risida, umra amallari to'g'risida tushuncha berib, ko'proq mana shu zikr qilib, ko'proq labbayk aytib ketilishligi eng afzali, ya'ni charchadingiz, darrov uxlab olsangiz, to'g'ri, uyqungiz keldi, uxlab qolsangiz, g'aflatda borishlik, Alloh taoloning baytiga g'aflatda borishlik yaxshi emas. Welcome to Saudi Arabia. Welcome and Mecca. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Madina Munavvarada Makka mukarrama shahriga yetib keldingiz. Mehmonxonalarga joylashib, choylarni ichib, mehmonxonada tahoratni yangilab, umra qilishlik uchun Baytulloh tomon boriladi. Birinchi insonni birinchi nazari Ka'baga birinchi nazari tushgan vaqtda qilgan duo so'zsiz ijobat. Bu Alloh taolo tomonidan berilgan juda katta ne'mat, juda katta imkoniyat. Ya'ni siz keldingiz Makka mukarrama shahriga, Ka'baga birinchi nigohingiz tushgan vaqtda Allohdan nimani so'rasangiz, mana shu narsani beradi. Alloh taolo meni avvalgi qilgan xato kamchilik gunohlarimni ham, bundan keyingi bilib bilmay qiladigan xato kamchilik gunohlarimni ham o'ziga kechirgin. Avvalgi qilgan duolarimni ham, bundan keyingi qiladigan duolarimni ham o'zing ijobat qilgin deb Allohdan so'rashligimiz eng afzali bo'ladi, azizlar. Va mana shu duodan keyin 10 yelkalarimiz, hoji tog'alarimiz 10 yelkalarini ochib tavof qilishlik, Ka'bani Hajarul Asfad burchagidan, ya'ni zangori chiroqdan boshlanadi. Ya'ni Ka'bani tavofini starti mana shu zangori chiroq va Hajarul Asfad jannatdan tushirilgan tosh, Hajarul Asfad toshidan, ro'parasidan boshlanadi. Bismillahi Allahu akbar. Ka'baga qaraymiz. Allohu akbar, qaraymiz Ka'baga. وبسر القوم الأشرار بنت الصديق توافيه بنت الصديق توافيه. Ka'bani tavof qildingiz, 7 bor tavof qilganingizdan keyin maqomi Ibrohim, ya'ni Ka'baning yonidagi bir tillarang bir idish ko'rinishidagi Ibrohim alayhisalomning izlari bor joyda orqasi, ya'ni maqomi Ibrohimning orqasida 2 rakat tavof namoz o'qiladi. 2 rakat tavof namozini niyat qildim shu tavof namozini o'qishlikka. Ya'ni o'zingiz tushunishligingiz kerak. Bu niyatdan keyin alhamdulillah keyin Zam surasiga, Kafirun birinchi rakatiga, ikkinchi rakatiga Ixlos surasini o'qishlik afzal hisoblanadi. Agar Kafirun surasini bilmasangiz, o'zingiz bilgan, yaxshi mukammal holatda bilgan surani Zam sura qilsangiz, inshaalloh bo'laveradi. Va 2 rakat namozni o'qib bo'ldingiz. Endi niyat qilib Zamzam suvi ichiladi. Ka'baga qaragan holatda o'sha o'qiydigan duolarini o'qib, chiroyli holatda bismillah deb o'rnimizdan turib, Ka'baga yuzlanib, 3 bo'lib ichishligimiz bu sunnat hisoblanadi, azizlar. Va Zamzam suvini niyat qilib ichdingiz, endi Safo Marva tomon yuriladi. Safoda nima qilinadi? Safoda sa'y qilinadi. Safo tog'idan boshlab Marva tomon boriladi. Bu nechta, ya'ni bir borib kelish, hamma tartib qonun qoidalarini guruh rahbarlari chiroyli holatda mukammal qilib albatta sizga tushuntirishadi. Bu mavzuda sa'y qilib bo'ldingiz. Endi nima qilishligingiz kerak? Soch oldirish qolyapti. Erkaklarimiz, hoji aka, hoji tog'alarimiz afzali qirdirishlik afzal. Ayollarimiz-chi? Ayollarimiz sochidan bir yong'oqcha deylik, yong'oqcha qalinlikda sochni olib, mana shu barmoqlariga o'rab qirqib qo'ysa ehromdan chiqaveradi. Ya'ni umra amali sunnat bo'ladigan bo'lsa, ushbu sunnatning ichida 2 ta farz, 2 ta vojibi bor. Ya'ni birinchi farz niyat qilib ehromlanishlik. Ikkinchi farz
Baytullohga borganda Ka'bani 7 marta tavof qilishlik, Makka mukarramaga kirdingiz, 7 marta tavof qilishligingiz Ka'bani bu farz. 3-amal Safo Marvada sa'y qilishlik bu vojib. 4-si soch oldirishlik, bu ham vojib hisoblanadi. Barcha umra amallarini ado etib bo'ldingiz, sochni oldirdingiz. Endi xotirjam ihromlaringizni yechib chiqsangiz bo'laveradi. Umra amallarini ado etib bo'ldingiz o'zingiz uchun. Endi yaqin insonlaringiz, ya'ni o'tgan yaqin insonlaringiz, ota-onangiz yoki bir yaqin insoningiz uchun umra badal qilmoqchisiz. Umra badal qilishlik majburiy emas. Ya'ni majburiy umra badal qilishlik kerak degan joyi yo'q, lekin qilishlik afzal. Ya'ni siz savob bo'ladi, qilmasangiz gunohkor bo'lmaysiz. Ya'ni o'zi sog'ligingiz yaxshi emas, lekin o'zingiz joningizni qiynab umra badal qilishligingiz bu yaxshi emas. Bugun navbatdagi guruhimiz a'zolari bilan birgalikda ko'rib turganingizdek Oysha onamiz nomidagi masjidga keldik. Ya'ni miqot hisoblanadi. Makka mukarramadagi eng yaqin miqot mana shu bo'ladi. Guruhimiz a'zolari bilan birgalikda ota-onalari uchun umra badal qilishlikka keldik. رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا Guruhimiz a'zolari bilan umra badal qilishlik uchun kelganmiz. Tavof qaranglar, Ka'bani bu tomon, ya'ni zangori chiroq ko'rsatib qo'yasiz. Zangori chiroqdan boshlanadi. Ya'ni Ka'bani Hajarul Asfad tomonidan, Hajarul Asfad burchagidan boshlanadi. Ya'ni start Hajarul Asfad burchagidan boshlanadi. Har bir aylanishligimiz, ya'ni zangori chiroqdan, ya'ni Hajarul Asfaddan Hajarul Asfadgacha bitta tavof hisoblanadi. Xuddi shu tavofdan 7 bor kelamiz. Al-hijratu rihlatu hadina hamal al-islam lana dina. Al-hijratu rihlatu hadina hamal al-islam lana dina. Hurmatli yurtdoshlar, guruhimiz a'zolaridan mana opa-singillarimiz kelgan. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Madina Munavvara Makka mukarramadagi ziyorat, ibodatlar, mana kecha umra badal qildinglar onanglarning onalariga, to'g'rimi? Mana shu ibodatlar to'g'risida o'zingizlar taassurotlar, fikringiz qisqacha. Avvalambor alhamdulillah mana shu yerlarga qadamlarimizni yetkazgan Allohga Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Juda ham xursandmiz xizmatlardan. Madina Munavvarada bo'ldik, muhabbat shahri, payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamning shaharlarda mehmon bo'ldik. Juda ham chiroyli, gostinitsa uslugalari ham juda ham yaxshi yoqdi bizga. Maza qildik, ibodatlar qilib, salovatlar aytdik. Makka mukarramada Allohning baytini tavof qilib, onajonimga umra badal qildim. Allohga behisob shukr, mana ayon qildi. Umra badalimiz qabul bo'ldi deb o'zi mo'jiza bo'lib tushimizga ayon bo'ldi. Hammalaringizga tavsiya etaman. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Juda ham yaxshi turistik kompaniya kelishlaringizni tavsiya etaman. Rahmat hammalaringga. Mana Xudoga shukr shuncha aylantirdilaring. Rahmat sizlarga, mana qonimiz to'yg'azdilaring, qaytga bo'lsa obodilaring. Mana shunday ziyoratlarga kelish hammaga nasib qilsin. Chunki bu yerda bizning Allohning bayti bor. Kamchiliklar yo'q. Xudoga shukr. Sog'lik bo'lsa bo'ldi. Kamchilik yo'q. Sizlardan xursandmiz, baraka topinglar. Nasib bo'lsa bugungi planlarimiz hozir Jidda shahriga ketyapmiz. Qizil dengiz sayohatiga olib boramiz hojilarimizni. Shu Jiddada Qizil dengiz sayohatida hojilarimiz kemalarga chiqishadi va sohil bo'yiga borishadi, tomosha qilib, o'sha joyda ozroq dam olishadi. Orqalariga qaytarib Makka mukarrama shahriga olib borib, hojilarimiz bozorga borishmoqchi, Kakkiya bozoriga borishmoqchi. Nasib bo'lsa Kakkiya bozoriga olib borib, barcha kami-ko'zlarini birgalikda olamiz va qolgan kunlari faqat ibodat inshaalloh Ka'batullohda vaqtlarini, kunini o'tkazishadi.
ziyoratimiz hammamizga muborak, xayrli bo'lsin. Shunchalik Allohga ham sanolar bo'lsinki, bizda yaxshi kutib oldi, yaxshi xizmatlar bo'ldi. 50 boshlarimiz, xizmatchilarimiz nihoyatda a'lo daraja xizmatlar bo'ldi. Payg'ambarimiz ravzalariga ziyorat qilib, Makka ga kelib, umralar qilib, ko'p aziz joylarga bordi. Alloh iloyo rozi bo'lsin. Allohdan biz rozi, bergan ne'matlardan rozimiz. Barchamizdan Alloh rozi bo'lsin. Nihoyatda chiroyli o'tdi. Makka mukarramadagi umra amallarini ado etib bo'lganingizdan keyin Makka mukarrama ziyoratlari bor. Ushbu ziyoratlardan Savr tog'i, Arofat, Mino, Muzdalifa, Xiros, Savr, Jannatul Muallaq, Jin masjidi shunga o'xshash tarixiy joylarga boriladi. Bu joylarda eng afzali Arofat bo'ladi. Arofatni bilamiz, haj mavsumida kelgan hojilarimiz Arofat vodiysida turishlari kerak. Ya'ni Arofatda turmadimi, haj mavsumida kelgan hojilar haj bo'lmaydi. Albatta guruhimiz a'zolari bilan Makka mukarrama ziyoratiga chiqdik. Hozir ya'ni avval boradigan joyimiz Jabalus Savr, ya'ni Savr tog'i ziyoratiga boramiz. Undan keyin Arofat, Muzdalifa, Mino shu joylarda qanday tarixiy voqea bo'lganligi to'g'risida ma'lumot berib boramiz. Boshlaymiz. هو خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا Rahmat sizlarga. Mana shu xizmatingizga rozi bo'lasizlar. Biz maza qildik. Hech qanaqa kamchilik yo'q. Xudo xolasa yanagi safar kelsak, yana shu sizlarni nimadan kelamiz kompaniyadan. Rahmatulloh ellik bosh tutib oldi. Rahmat, umridan baraka topsin. Chiroyli xizmat qildi, chiroyli muomala qildi, hamma yoqlarga aylantirdi. Hech qaysimizni ko'nglimizni og'ritadigan gap gapirgan yo'q. Mehmonxonada ham ovqatlari, sharoitlari juda yaxshi. Rahmat, hammasidan Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Nima deymiz, mana shu Centrum Oldies kompaniyasiga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmatulloh bizlarni olib yurgan 50 boshimizga ming rahmat, hammalariga. Yana hammamiz nasib bo'lsa, yana shu kompaniya bilan kelishlikda Alloh nasibini o'zi aylasin. Ilohim hammalaringizga kattakon rahmat. Men birinchi marta kelishim. Bitta albatta hamma kelish kerak ekan. Alloh mo'jizalari. Bunaqa tinch, sokin joylarni endi ko'rishim. Avvalambor mani o'g'illarim yuvardi. Shu o'g'illarimni tan joni sog' bo'lsin, o'zi olib keldi, olib yurdi, hamma ibodatlarga yordamlashdi. Yo'lboshchimiz, 50 boshimiz rahmatulloh yosh bo'shlariga qaramay juda mehribon, hamma narsa mas'uliyat his qilib, shunaqa chiroyli mehmonxonalarda turdik. Ozoda, ovqatlari juda yaxshi. Hamma ziyoratli joylarni olib borib, ziyorat qildirdilar. Sizlarga ham kattakon rahmat. Xizmatinglar uchun rozi bo'linglar. Alloh hamisha sizlarni ham o'zi qo'llasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Umra ziyoratlariga keldik. Mana hamma sharoitlar zo'r. Mehmonxona kutib olishlar, oziq-ovqat, turist sayohatlar hammasi ko'ngildagidan ziyoda bo'ldi. Kelinglar, hammalaring shu yerlarga hammalaring nasib qilsin. Umuman xavotirlanadigan joyi yo'q. Hammalari hamma joy ishonchli mehmonxonalar, xizmatlar juda ko'nglimiz to'ldi. Xursand, hamma joy hammasidan xursandmiz. Bu tashkilotchilarga katta rahmat. Ayniqsa mana Rahmatulloh hoji akamizga juda kattakon rahmat. Tashkillashtirib, hamma ziyorat amallarini bajartirdi o'zi boshchiligida. Nasib bo'lsa, farzandlarimiz bag'riga eson-omon borishni hammamizdan Allohdan so'rab qolamiz. Umra ziyoratimiz nihoyatiga yetib, o'z yurtimizga qaytamiz. Iloyo bu yerga topgan savoblar bir rakatga 100 ming rakat, 100 ming rakat savoblarga ega bo'ldik. Inshaalloh buni hech qayerdan topib bo'lmaydi. Qilgan amallarimizni Alloh husni muborak qabul ayla. Barchamizga bu kun muborak, xayrli bo'lsin. Bizga xizmat qiladigan barcha 50 boshlar, xizmatchilarni Alloh iloyo rahmatulloh, mana 50 boshimiz bu kam juda yaxshi xizmat qildilar. Umrlar uzoq bo'lsin, vaqtlar xush bo'lsin. Yana hammamizga nasib etsin, shukrlar. Men birinchi marta Makka, Madinaga kelishim, ziyoratlar hammasi to'la to'kis bo'ldi. Barchalarga rahmat.
sog' bo'linglar. Sentrolni tavsiya etaman. بوحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Navbatdagi guruhimiz a'zolari Madina Munawvara va Makka Mukarramadagi barcha ibodat ziyoratlarini yakunlab O'zbekistonga qaytishmoqda. Aziz yurtdoshlar, Alloh taolo Makka Mukarrama Madina Munawvaraga sizlarni chaqirsin. Avval kelganlar yana qayta kelsin. Endi kelmoqchi bo'layotganlarga ham yana nasib etsin bu joylarga kelishlik. Ya'ni Alloh taolo hech bir musulmon insonni o'zini baytidan va Rasululloh shahridan qadamini uzib qo'ymasin. Alloh taolo barchalar tez fursatda ushbu go'zal joylarga chaqirishligini duo qilib so'rab qolamiz azizlar. Sog' salomat bo'linglar.